بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمت لرادي تنوشلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suudi Arabiston Xalqaro radiosi Turkiston bo'limidan tarqatilgan 2 haram xutbasi nomli dasturimizni navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Hurmatli aziz eshituvchilar, o'tgan juma kuni 1438-hijriy qamariy yil Jumadil Ula oyining 20-kuni, milodiya 2017-yil fevral oyining 17-kuni bilan barobar edi. Shunday bir muborak kunda Makka Mukarramaning Haram Sharif masjidida fazilatli Shayx Mohir al-Muayqili hafizahulloh janoblari xilvat va jalvatda taqvo va saloga targ'ib berib, Alloh taoloning rizoyatini kasb etib kamyob bo'lishlik haqida so'z yuritib, xutbani ushbu mazmunda irod etdilar. Ummatul Islam, inna ar-rida 'anillahi ta'ala maqamun jalilun min maqamati awliya'ir rahman wa manzilatun 'aliyatun yuhaqqiquha al-muwaffaqun min 'ibadil karimil mannan wa huwa ya'ni rida al-'abdi bi fi'li ma umira bihi وترك ما نهي عنه وقبوله بما هو فيه من السراء والضراء. قيل للفضيل بن عياض: من الراضي عن الله تعالى؟ قال: الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها. وذلك يا عباد الله لأن الله تعالى لا يختار لعبده الصالح إلا ما فيه خير له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والجزاء من جنس العمل، فمن رضي عن الله رضي الله عنه، ورضوان الله على عبده أعظم من الجنة ونعيمها. Ey musulmonlar, tahqiq Alloh taolodan rozi bo'lish Avliyour Rahmonning maqomlaridan bir buyuk maqomdir va bu o'z naviyatida oliy manzilat bo'lib, faqatgina Alloh taolo tavfiq bergan kishilar qo'lga kiritadilar. Rozi bo'lishni ma'nosi bandaning Alloh taoloning buyruqlarini bajarish va mana etgan narsalarni tark etish va xush va xafalikda jon va dil bilan qabul qilib amalga oshirishdir. Zeroki Alloh taolo ixtiyor qilmaydi o'z nek bandasiga magar inki ul uning xayrida tamom bo'lur. Chunonchi Alloh taolo dedi: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Baqara surasi 216-oyat. Va mumkindurki sizlar bir narsani yomon ko'rirsizlar va ul narsa sizlar uchun xayrdir. Va mumkindurki bir narsani yaxshi ko'rirsizlar va ul narsa sizlar uchun shardir va Alloh taolo o'zi bilur va sizlar bilmassizlar. Jazo amal jinsidan degan misol bordir. Kimsa Alloh taolodan rozi bo'lsa, Alloh taolo undan rozi bo'lur. Alloh taoloning o'z bandasidan rozi bo'lishi esa jannat va uning barcha ne'matlaridan buyukdir. Chunonchi sahihaynda Hazrati Abu Said Khudri radhiyallohu anhu janoblaridan vorid bo'lgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilar. Innalloha tabaraka va taala yaqulu li ahli al-janna: ya ahli al-janna, fayaquluna labbayka rabbana wa sa'dayk, fayaqulu hal raditum, fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik.
فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Jannatlarga Alloh taolo ayturki: ey jannatlar, ey bizni Parvardigorimiz, bizlar hozirmizdirlar. Alloh taolo ayturki: oyo sizlar rozi bo'ldinglarmi? Jannatlar: bizlar nima uchun rozi bo'lmaydik? Holbuki o'z xalqingdan hech birida bermagan ne'matlarni bizlarga berding derlar. Pas Alloh taolo ayturki: men sizlarga bundan ham ko'ra yaxshiroq narsa bermoqchiman deganda, jannatlar: yo Rabb, bundan ham ko'ra yaxshiroq narsa nimadir derlar. Pas Alloh taolo: men sizlardan rozi bo'ldim, bundan keyin sizlardan hargiz xafa bo'lmayman deyadi. Ey musulmonlar jamoasi, kimiki payg'ambarlar siratlarini mutolaa qilib ko'rsa, albatta payg'ambarlarning butun hayoti Alloh taoloning rizoyatini talabida o'tganligini bilur. Chunonchi Qur'oni Karim Musa alayhissalomning o'z Parvardigorini rizoligini hosil qilmoq uchun tezlik qilgani bunday bayon etadi. Va ajiltu ilayka robbi litarda. Toha surasi 84-oyat. Men tez keldim ey Rabbim, toki sen xush bo'lgil. Va Sulaymon alayhissalom Alloh taolodan rozi bo'lib, Alloh taoloning ne'matlariga shukr qilib bunday deb duo qiladilar: Robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya va ala walidayya va an a'mala salihan tardahu va adkhilni bi rahmatika fi ibadika solihin. Naml surasi 19-oyat. Ey Rabbim, menga nasib aylaki, shukr qilay sening menga va ota-onamga bergan ne'mating uchun, va qilay ul ishiniki sen undan xush bo'lursan, va dohil qil mani o'z rahmating ila yaxshi bandalaring jamoatlariga. Va Zakariya alayhissalom o'z Parvardigoridan solih zurriyat talab qilib bunday deb duo qiladilar: va inni xiftul mawaliya min wara'i va kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni va yarithu min ali yaquba waj'alhu robbi radiya. Maryam surasi 5-6-oyatlar. Va tahqiq man qo'rqurman o'zimdan keyin qarindoshlarimdan va xotinim esa tug'mas xotindir. Endi sen ato qil menga o'z qoshingdan bir merosxo'rni, ki molik bo'lsin mendan va Yaqub avlodidan qolgan merosga, va qilg'il uni ey Rabbim maqbul inson. Ammo bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam janoblari esa hammadan ko'ra Alloh taolodan rozi bo'ladigan va Alloh rizoyatini talab qiladigan zot edilar. Chunonchi bu muddaoni ochiq dalili janoblarining so'zi va amallari va har doim qiladigan duolaridir. Sahih Muslimda vorid bo'lgan hadisda Oysha radhiyallohu anha aytadilarki: kechasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining yo'qotib qo'ydim. Oqtarsamki, masjidda namoz o'qib va shu jumlalarni aytib turganlarini ko'rdim: Allohumma a'udhu bi ridaka min sakhatik va bi muafatika min uqubatik va a'udhu bika mink la uhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik. Sunan Nasoiyda Soib radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblaridan mana shul duo ham voriddir: va as'aluka ar-ridha ba'da al-qada va as'aluka barda al-'aysh ba'da al-maut va as'aluka ladzata an-nadar ila wajhik va ash-shawqa ila liqa'ik fi ghayri darra'a mudirra wa la fitnatin mudilla. Allohumma zayyinna bi zinatil Qur'an waj'alna hudatan muhtadin. Alloh taolodan rozi bo'lish darvoqi buyuk maqomdir. Va kimsa Alloh taolodan rozi bo'lsa, Alloh unga jannat berur. Chunonchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilarki:
من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. رواه مسلم. Yani kimsa Allohdan Rabb bo'lishlik e'tiboridan va islomdan din bo'lishlik e'tiboridan va Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan nabiy bo'lish e'tiboridan rozi bo'lsa, unga jannat vojib bo'lur. Muslim rivoyati. Va musnadi Imom Ahmadda kelibdirki: "Ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu va hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya illa kana haqqan ala Allohi an yurdiyahu yawmal qiyamah." Hurmatli aziz eshituvchilar, shu yangilik Madina-i Munawvaraning Haram-i Sharif masjidida Juma namozi xutbasini balo va musibatlarni ketkazuvchi hamda rahmati keng bo'lgan Allohu taborak va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Shahodat beramanki, osmonlar va yerni yo'qdan bor qilgan yagona Alloh subhanahu va taolodan o'zga iloh yo'q. Ey Allohim, Rasulimiz va nabiyimiz Muhammad ibn Abdullah va u zoti sharifning oila va ashablariga qiyomatga qadar salovat va salomlar yog'dir. Avval bor o'zimga, undan keyin sizlarga Alloh taolodan taqvo qilishga siforish beraman. Taqvo orqali Alloh jalla va ala banda uchun barcha g'am va kulfatlardan ofiyat sori chiqar yo'lini paydo qilib, har qanday qiyinchilikni ul banda uchun osonlashtirib qo'yadi deb Juma xutbasini boshlagan Masjid Nabaviy Sharif imom va xatibi Fazilat Maob Shayx Abdullah ibn Abdurrahmon al-Bi'ijon hafizahulloh janoblari Alloh taolodan xavf va xashyat qilish haqida so'z yuritib, xutbani quyidagi mazmunda irod etdilar. Ayyuhal muslimun, ma ajdara bina an nadhkura Alloh azza wa jalla وأن نجدد العهد بالتوبة ونروض أنفسنا على مخالفة الهوى ولزوم التقوى ونستشعر رقابة الله وعظمته ونتذكر حسابه وعقابه ونستعد للحظة الفراق والتفاف الساق بالساق ونتزود للعرض على الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله، مع الانفجار المعرفي والتقدم التقني وانفتاح العالم وتغلغل الغزو الثقافي وتنوع وسائل التواصل الاجتماعي التي اقتحمت البيوت وأصبحت بيد الصغير والكبير والذكر والأنثى، فإن المسلم يحتاج في نفسه وفي تربية أهل بيته إلى خلق عظيم وعبادة جليلة هي من أجل العبادات وأعظم القربات، تحول بين المرء وبين محارم الله ومعاصيه، وبها ينزع العبد عن الحرمات ويقبل على الطاعات. هي أصل كل فضيلة وباعث كل قربة، وهي التي تزرع في القلب هيبة الله عز وجل. إنها خشية الله في الغيب والشهادة. Ey musulmonlar, bizlarga Alloh taoloni zikr qilish va tavbaga ro'y oltilish, taqvoni lozim tutish, havo va havasga qarshilik ko'rsatish va Alloh taoloning buyukligini nazarda tutib muroqib bilish, oxirat kunidagi hisob va iqobni o'ylab, uni uchun tayyorgarlik olishlik bir amri zaruridir. Ul kun borasida Alloh taolo dedi: "Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi
likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni. Abasa surasi. Ul kuniki qochar inson aka ukasidan va onasidan va otasidan va xotinidan va o'g'illari har kishi uchun bordir. Ulardan ul kun holiki o'ziga kifoya qilur. Hozirgi asrimizda ma'rifat darvozasi va texniki peshraftalik, farhangi va fikri urush buhroni, turli ijtimoiy tirmoqlar kabi har bir narsa o'z avjida yetib, o'ylarda va kichik va katta, erkak va urg'ochi qo'lida mavjuddir. Binoan musulmon kishi o'zi uchun va ayolini tarbiyasi uchun bir buyuk axloqqa ehtiyoji bor. Ul axloq esa darvoqe ibodatlarni eng buyukidan mahsub bo'lib, inson harom va gunohlarni orasida hoyil voqe bo'lur. Inson va harom va gunohlarni orasida hoyil voqe bo'lur. Ul esa har fazilatni asosi va insonning qalbida Alloh taoloning haybatini tashlovchidir. Ul esa hozir va g'oyibda Alloh taolodan qo'rqishlikdan iboratdir. G'aybda Alloh taolodan qo'rqishlik ayni muqtazoy ihsondir. Anta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Lavozimoti xashiyatdan Alloh taoloning muroqib bilish va bandalar dilidan va a'molidan xabardor deb e'tiqod qilishdir. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. G'ofir surasi 19-oyat. Ul bilib turur ko'zlar xiyonatin va sinalar maxfi saqlagan sirlarni va har joyda bo'lsalar Alloh taolo birgalariga bo'lur. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum va la khamsatin illa huwa sadisuhum va la adna min zalika va la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Mujodala surasi 7-oyat. Bo'lmas 3 kishi o'rtalarida maxfi maslahat magar Xudo 4-laridir. Vana 5 kishi o'rtalarida magar Xudo 6-laridir. Vana kam mundan vana ko'p magar ular eladir. Qaysi yerda bo'lsalar. Hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz, bu qadar bilan dasturimizga ajratilgan zamoni o'z nihoyasiga yetdi. Ko'ngil qo'yib tinglaganlaringizga rahmat. Yana uchragancha barcha muhtaram tinglovchilarimizni Alloh taologa topshiramiz. Xayr, sog' va salomat qolinglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.